Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, GCB ishqibozlari. Mana bugungi savdomizda 3CX Pro modelini Surxondaryoga Bahrom akam xonadonlariga uzatyapmiz. Akbar akam keldilar, ukalari tabriklayman aka. Sho'rchi kutib olgan. Pro ketyapti. Okey, aksiyasi ham GCB dan sovg'alar. Bizda aksiya ketyapti. S-xatda lizing orqali bo'lib to'lashga olishdi. 24 oyga yarmini to'lab, qolganini bo'lib to'lashga foizsiz. GCB tanlovingizni bir tushuntirib o'tsangiz. GCB tanlaganimiz ko'p shofyorlardan so'radik. Boshqa bundaydan ham boshqasidan ham qulayliklar yaxshi ekan. Yaxshi. Maqtashdimi? Maqtashdi. GCB nomer 1. Tanlovni adashmanglar. Akbar aka, mana Bahrom akam bilan ancha o'rganib chiqdinglar. Endi qolganlarni vaqt ketmasligi uchun GCBni tanlashligi sabablarini bir tushuntirsangiz. Endi pul topishdan og'rigi yo'q. Endi pulni to'g'ri ishlatish yana bitta og'ir tashvish aka. Nega GCBni tanladinglar aka? GCBni qulayliklari ko'p ekan. Mana ekonomik borasida ham rosa surishtirdinglar. Shunday. Ekonomikni kelinglar, xarid qilinglar. Mana nima deysiz? Bular ham olishsinmi, olishmasinmi? Maslahat beramiz, olishsin, ko'rishsin. GCB jamoasidan rozimisiz? Ishingiz tez bitdimi? Rahmat. Sarson qilmadikmi? Zo'r bo'ldi. Okey, davomli bo'lsin. Rahmat. Kelinglar, sizlar ham foydalanib qolinglar.